Assalomu alaykum hammaga. Bizga Xitoydan Wi-Fi repeaterimiz keldi, 6 ta shoxli gigabitni. Hozir bu repeaterimizni obzorini qilib beraman sizlarga. 6 ta shoxli bo'ladi. Ochuv joyda 35-40 metrgacha antennani uzaytirib bera oladi. Komplektida LAN kabeli bor, instruksiya qog'ozi bor. Hozir shu repeaterimizni telefonga birga ulaymiz sizlar bilan. Birinchi qiladigan ishimiz repeaterimizni tokka tiqib olamiz. 4 indikatori yongandan keyin mana bu yerda restart knopkasi bor yon tomonida. Mana kichkina. 5 sekund bosib tursanglar zibros beraveradi. Bo'ldi, mana zibros berdi. Endi poylab turamiz. Tepadagi sveti o'chgunicha. O'chdi. Bundan keyin qiladigan ishimiz telefonimiz Wi-Fi ga ulangan bo'lishi kerak, uydiga. Geolokatsiya yoqib o'tirishi kerak. Wi-Fi qidirtirsa mana o'ziniki wireless degan ochuv Wi-Fi chiqib keladi. Bu repeaterimizning antennasi bo'ladi. O'shaning ustiga bosamiz. Bosgandan keyin o'zi avtomatik o'zini menyusiga olib kirib ketadi. Xo'sh, bu yerda Wi-Fi dan repeaterga, repeaterdan dal shu yoqqa tarqatish turibdi. Mana kabel orqali, xullas bizga kerak bo'ladigani birinchisi. Dalayni bosamiz. Uyimizdagi qaysi Wi-Fi ga ulamoqchi bo'lsa, o'shani tanlaymiz. Hozir men ishxonamga ulamoqchiman, CityCamga ulayman. Antennasi to'lasi. Ustiga bosdim. Bosganimdan keyin o'sha uyingizdagi yo ishxonangizdagi Wi-Fi parolini to'g'ri yozishingiz kerak bo'ladi. Pastda so'rayapti. Bu repeaterlarning otini nima qo'yasizlar deyapti. The CityCam repeater qo'ysa bo'ldi. Endi dalay qilamiz. Keyin zavreshitni bosib olsa bitta Wi-Fi repeater o'chib yonadi. Keyin bemalol ishlatavurasizlar. Buni paroli nechi bo'ldi deydigan bo'lsanglar, shu uylardagi qaysi parol yo ishxonadagi qo'ygan parolinglarni terib ulaverasizlar. Hozir Wi-Fi ni o'chirib yoqaman. Mana CityCam repeater bo'lib chiqdi. Ustiga bosaman. O'zimizni parolimizni terib to'g'ri terishingiz kerak. Xato qilib qo'ydim. Bo'ldi. Ulandi. Agar sizlarga videomiz manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.